Isroil dunyodagi eng jirkanch va xunuk davlatlardan biri. Tucker Carlson. Eron Isroilga navbatdagi raketa hujumini amalga oshirdi. Oxirgi nafasimizgacha kurashamiz. Eron AQSh va Isroilni tavbasiga tayantirishga va'da berdi. Tasavvurimdagi qiyomat yoki do'zaxga o'xshardi. Tehrondagi neft omborlari yonishi oqibatida osmon qora tusga kirdi. Ali Xomanayning o'g'li Mojtabo Xomanayn Eronning yangi oliy rahnamosi etib tanlandi. Endi esa batafsil. O'zbekistondan Rossiyaga komissiyasiz pul yuboring. Yonira ilovasini oching. O'tkazma bo'limidan xalqaro o'tkazmalar bo'limiga kiring. Yuboruvchi davlatga O'zbekiston, qabul qiluvchi davlatga Rossiyani tanlang. Rossiyadagi qabul qiluvchi karta ma'lumotlarini to'liq kiriting. O'tkazma muvaffaqiyatli yakunlandi. Yonirat bilan ishonchli va xavfsiz o'tkazma qiling. Isroil dunyodagi eng jirkanch va xunuk davlatlardan biri. Tucker Carlson. Amerikalik jurnalist Isroilni tanqid qilib, u Livan poytaxtiga katta vayrongarchilik keltirayotganini aytdi. Isroilliklar Beyrutni vayron qilmoqda. Men dunyoning ko'p joylarida bo'lganman. Beyrut yer yuzidagi eng go'zal shaharlardan biri. U haqiqiy mo'jiza, juda go'zal. Shu shaharni Isroil dunyodagi eng jirkanch davlatlardan biri vayron qilayotganini ko'rish juda og'ir. 1948-yildan beri u yerda biror go'zal narsa qurilmagan, dedi Carlson. Carlsonning ta'kidlashicha, shakllanayotgan imperiya tabiatan vayronkor bo'ladi. Har doim shunday bo'ladi. Go'zallik vayron qilinadi. Yevropa, Beyrut, Suriyaning ayrim qismlari muqaddas joylar. Eronning ham juda go'zal joylari bor. Ammo ular ham to'liq bombardimon qilinmoqda. Go'yo bu go'zallikka qarshi urushga o'xshaydi. Oxirgi nafasimizgacha kurashamiz. Eron AQSh va Isroilni tavbasiga tayantirishga va'da berdi. Xatam al-Anbiyo markaziy shtabi qo'mondoni Al Abdullohiy Eron AQSh va Isroilga qarshi urushni ular Islom Respublikasiga qarshi bog'lagan agressiyadan afsuslanmaguncha davom ettirishini bildirdi. Bu haqda u Al Jazeera nashriga bergan intervyusida aytib o'tgan. Uning aytishicha, Eron zamonaviy va yuqori aniqlikka ega qurollarga ega bo'lib, bu qurollar mamlakat harbiy qudrati haqida raqiblar tasavvur qilganidan ham ustun. Qo'mondon Eron qurolli kuchlari Islom Respublikasini oxirgi nafasigacha himoya qilishini va dushmanlarni qilgan harakatlaridan afsuslanishga majbur qilishini ta'kidlagan. Ali Abdullohiyning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil Eronga nisbatan harakatlarida doimo xato hisob-kitob qilgan. U Eron bir necha bor dushmanga jang maydonida javob berishini aytgan. Shuningdek, u raqiblar Eronning raketa arsenali haqida hamma narsani bilamiz deb o'ylayotganini tanqid qilgan va jang maydonida Islom Respublikasining tiyib turish kuchini aslida bilmasliklarini aytgan. Qo'mondon Eron qurolli kuchlari davom etayotgan AQSh-Isroil urushida halok bo'lganlar, jumladan Islom inqilobi rahbari Ali Xomanayn uchun qasos olishga qat'iy qaror qilganini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, dushman Erondagi o'quvchilar va tinch aholiga hujum qilib, uy-joylarni vayron qilmoqda. Shu bilan birga Eron ularning harbiy obyektlari, texnikasi va boshqa zarur nishonlariga zarba berishini ma'lum qilgan. Ali Abdullohiy Eron Islom Respublikasi va Eron xalqi oxir-oqibat urushda g'alaba qozonishiga ishonch bildirgan. Eron Isroilga navbatdagi raketa hujumini uyushtirdi. Isroil ommaviy axborot vositalari qutqaruv xizmatlariga tayanib xabar berishicha, Tel Aviv va Petah Tikva shaharlarida Eron tomonidan yangi raketa zarbalari qayd etilgan. Times of Israel ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6 kishi jarohat olgan. Tel Avivda bir erkak og'ir jarohat olgan, yana bir necha kishi yengil jarohatlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumda kasetali jangovar kallaga ega ballistik raketalar ham qo'llangan bo'lishi mumkin. Bunday qurol havoda ochilib, katta hududga ko'plab kichik zaryadlar tarqatadi. Bu esa odamlar va fuqarolar obyektlar uchun xavfni oshiradi. Isroilning favqulodda xizmatlari zarba joylarida ishlamoqda va yangi raketa hujumlari haqida xabarlar tekshirilmoqda. Hukumat aholini havo xavfi paytida bomba panohlarida qolishga chaqirdi. Tasavvurimdagi qiyomat yoki do'zaxga o'xshardi. Tehrondagi neft omborlari yonishi oqibatida osmon qora tusga kirdi. Tasavvurimdagi qiyomat yoki do'zaxga o'xshardi. Tehronda yashovchilar Isroil zarbalaridan keyingi manzarani shunday tasvirlamoqda. Shahar uzra qora osmon va neft yomg'iri. Isroil mudofaa armiyasi 7-mart kuni kechqurun Eron bo'ylab navbatdagi zarbalar seriyasini amalga oshirdi. Bu safar energetika infratuzilmasi obyektlari nishon bo'lgan. Isroillik harbiylar bergan xabarga ko'ra, ushbu obyektlarda ishlab chiqarilgan yoqilg'i mahsulotlari Eron qurolli kuchlari ehtiyojlari uchun ishlatilgan. Tehronga qo'shni bo'lgan Al-Bors viloyatidagi neft ombori
ozorlari bo'ylab ham zarbalar berilgan. Eron poytaxti shimoli-g'arbida joylashgan bazalardan biri bo'lgan Shahram bazasi 2025-yil iyunida 12 kunlik urush chog'ida ham Isroil zarbasiga uchragandi. Ammo bu safargi zarbalar ko'lami kengroq bo'ldi. Guvohlar CNN muxbiriga aytishicha, ushbu zarbalardan keyin kuchli yong'inlar chiqishi tufayli 8-mart kuni tongida osmon qora tusga kirgan. Odamlar nafas olishga qiynalgan. Tehronda yashovchilardan biri BBC'ga bergan intervyusida qora tutun quyoshni to'sib qo'ygani haqida gapirgan. Bundan tashqari Tehronga neft yomg'iri tushgan. Neft yonishidan ajralgan moddalar yomg'ir suvga aralashib ketgan. Ali Xameneyning o'g'li Mojtabo Xameneyn Eronning yangi oliy rahnamosi etib tanlandi. Eron ulamolaridan iborat ekspertlar kengashi AQSh va Isroilning havo hujumlariga halok bo'lgan Ali Xameneyning ikkinchi o'g'li Mojtabo Xameneyni mamlakat oliy rahnamosi lavozimiga munosib ko'rdi. Bu haqda The Guardian gazetasi ma'lum qilgan. Mojtabo Xameneyn shu kunga qadar biror rasmiy davlat lavozimini egallamagan bo'lsa-da, mamlakatning eng nufuzli shaxslaridan biri hisoblanadi. Bu tayinlovni Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Yaman xususiylari ham olqishladi. Eron Islom Respublikasi rahbariyati va xalqini muhim hamda burilish nuqtasidagi ushbu paytda Said Mojtabo Xameneyni Islom inqilobi oliy rahnamosi etib saylangani bilan tabriklaymiz, deyiladi guruhning Telegramdagi bayonotida. Ular bu qarorni Islom inqilobi uchun yangi g'alaba va Eron Islom Respublikasi hamda xalqining dushmanlariga kuchli zarba deb atadi. Ukraina AQSh iltimosiga binoan Yaqin Sharqni dronlardan himoyalashda yordam beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 5-mart kuni mamlakat Yaqin Sharqdagi mojarolarda qo'llanilayotgan Eronning shaxsiy dronlarga qarshi kurashda AQSh va boshqa ittifoqchilarga yordam berishini ma'lum qildi. Bu haqda France 24 ma'lum qilgan. AQSh va uning Yaqin Sharqdagi ittifoqchilari Eron dronlariga qanday qarshi turish bo'yicha Ukraina tajribasiga tayanmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, so'nggi kunlarda bir qator davlatlar, jumladan AQSh ham Kiyevdan Eronning kamikadze dronlaridan foydalanishga ko'mak so'ragan. Prezident so'nggi bir necha kun ichida Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Iordaniya va Kuvayt rahbarlari bilan potensial hamkorlik masalalarini muhokama qilganini qo'shimcha qildi. Ukraina mutaxassislari mintaqaga yuboriladi. 28 fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi keng ko'lamli havo hujumlarini boshlaganidan so'ng Tehron javob tariqasida qo'shni davlatlardagi Amerika obyektlariga zarba berib kelmoqda. Rossiya bilan 4 yildan beri davom etayotgan urush davomida Ukraina Moskva tomonidan faol qo'llanilayotgan shaxsiy dronlarni urib tushirishning yuqori samarali usullarini ishlab chiqqan. Biz AQShdan Yaqin Sharq mintaqasini shahidlardan himoya qilish bo'yicha aniq yordam so'ralgan murojaat oldik. Men zarur vositalarni taqdim etish hamda talab qilinadigan xavfsizlikni kafolatlay oladigan ukrainalik mutaxassislar ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berdim, deb yozgan Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'ida. Vaziyatdan xabardor manbaga ko'ra, Washington mintaqadagi ayrim davlatlarda joylashgan o'z bazalari va askarlarini himoya qilishga ko'mak so'ragan. Ukrainalik mutaxassislar yaqin kunlarda ish boshlashi kutilmoqda.